Xonimunda necha yildan buyon faoliyat yurityapsiz va qaysi bo'limlarda ishlab kelgansiz? Hop, Xonimonda xudo xolasa mana 3 yil bo'ldi ishlayotganimizga. Birinchi faoliyatda oddiy ofis ishchisidan boshlab bugungi kungacha mana sekin-sekin Xudoga shukr mehnat qilib, logistika bo'limi boshlig'igacha chiqdik. Logistikamiz haqida yana ham chuqurroq ma'lumot bera olasizmi? Biz asos logistika ishimiz mutaxassis qizlarimiz zakazda olgandan keyin mijozlarimizni qo'liga yetib borgungacha yetkazib berib, ta'minlash shu biz ishimiz. Faoliyatingiz davomida eng sizga yoqadigan taraflar qaysi? Endi yoqadigan tomoni ko'p. Ekstremal ishtaqada endi bu ham. Kuryerlar bilan har bittasi bilan alohida ishlaymiz. Misol uchun safarlarga chiqamiz. Yaxshi tomoni ko'p. Xonimonni ikkita so'z orqali ta'riflab bera olasizmi? Ikkita so'z endi meni o'zimga yoqqani halol va zo'r mahsulot. Xonimonni mijozlariga nima degan bo'larsiz aka? Logistika bo'limida qiyin tomonlari ham bor-da. Har xil mijozlar bo'ladi. Yetkazib berish qiyin bo'lgan mijozlar ham bor. Uyimgacha, prям eshigim tagigacha deydi. O'sha chetda yashashga qaramasdan yetkazib beramiz, Xudoga shukr. Shunaqa qiyinchiliklar ham bo'ladi logistikada. Jo'raga rahmat kattakon suhbat uchun. Sog' bo'ling. Sizga omad, charchamang. Rahmat.